Endilikda radarlar yo'l chiziqlari, ya'ni polasani bosganlik uchun jarima yozmaydi. Bu haqida prezident tomonidan bugun imzolangan qarorda aytib o'tilgan. Unga ko'ra, mazkur tizim joriy yilning 1-iyunidan e'tiboran kuchga kiradi va shundan boshlab, agarda siz yo'lda yo'l chizig'ini bosib oladigan bo'lsangiz, bu holat fotoradar yoki video kamera orqali qayd etilmaydi va jarima ham yozilmaydi. Ammo mazkur holat yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan aniqlangan taqdirda qoidabuzarlik rasmiylashtiriladi va jarima ham to'lashingiz kerak bo'ladi. Va yana bir jihat bor, stop liniya, ya'ni to'xtash chizig'ini bosganlik bundan mustasno. Ya'ni agarda siz to'xtash chizig'ini bosib oladigan bo'lsangiz, bu holat fotoradar va video kamera orqali qayd etilgan taqdirda siz jarima to'lashingiz kerak bo'ladi. Prezident tomonidan imzolangan qarorda haydovchilarni xursand qiladigan juda ko'plab yangiliklar, yengilliklar bor. Ularni hammasini Telegram kanalimda bandma-band yozib tushuntirib bormoqdaman. Profilimni boshida qoldirilgan silka havola orqali Telegram kanalimga obuna bo'lib, mazkur yangiliklardan bemalol boxabar bo'lishingiz mumkin va bu videoni avtomashina boshqaradigan, haydaydigan yaqiningizga, tanishingizga yuborib qo'ying va uni xursand qiling.